Abu Davud, İmam Tirmizi rivayet kılan hadis. Süleyman ibn Abdülmelik masjidga kirdi. Kirse bir katta qaragan aqsaqal o'tirgan. Süleyman ibn Abdülmelik, "Bul tuhibbu an tamut?" O'lishni xohlaysizmi dedi. "Yo'q" dedi. "Nimaga xohlamaysiz?" dedi. Aqsaqallar nega o'limni xohlamaysiz? Bunday dedi. "Zahaba ash-shabab wa sharruhu." Yoshlikdan jamanligi ketdi dedi. Yoshligingda o yoqqa bosasin, bu yoqqa bosasin, jamanlik ko'p bo'ladi. Ha? "Wa ja'al kibar wa khayruhu." Qarilik keldi, qarilikning yaxshiligi keldi. Qariganda odam ko'rak zikr qilib qoladi, ko'rak ibodat qilib qoladi. "Fa iza qumtu bismillah." Qariganda qachon tursam bismillah deb turaman. Yoshligingda u yo'lki deb turasizmi? Qariganda har tursam bismillah deb turaman. O'tirsam alhamdulillah deyman. Jesam alhamdulillah deyman. Jeganimni jutib xalqsam shukr deyman. Shuning uchun o'limni xohlaganim, bismillah deganim, alhamdulillah deganim, shukr deganim ko'proq qolsin. Yoshlikda buni ko'p aytmadimmi dedi.